yaxshi ishtaha ochar bo'lgan juda ham chiroyli quymoq tayyorlaymiz. Bu quymoq uchun bir bog' ismaloq, 4 ta tuxum, ovsyanka va tabga qarab tuz solinadi. 3 qoshiq ovsyanka soldim men. Uni hammasini bitta massa bo'lgungacha chiroyli qilib blender qilamiz. Blender bo'lgan massamizni tovaga solib pishiramiz, ya'ni yog'langan tovaga bir cho'michdan solib pishiramiz. Bu quymoq shunaqangi foydaliki, uni tarkibida tuxum, tvoroglar oqsil bo'ladi. Ismaloqda tarkibidagi temir bo'lsa, anemiyada juda ham zo'r yordam beradi. Undan tashqari, agarda kim sog'lom bo'lmoqchi bo'lsa, ichaklarni tozalamoqchi bo'lsa, mana shunaqa quymoqlardan ko'p qilib yeb tursa, uni tarkibida umuman un yo'qligi sababli ichaklarga ham kletchatka bo'ladi, ham to'g'ri ovqatlanishda, ozishda ham juda zo'r yordam beradi. Mana shunaqa foydali retseptlarni qo'yib boryapman. Ko'rib, like bosinglar, yoqsa podpiska bo'lib kuzatishda davom eting. Bundan ham yaxshiroq, chiroyli retseptlarni qo'yishga harakat qilaman. Hammaga yoqimli ishtaha, bolajonlarga albatta tayyorlab beringlar. Yoqadi degan umiddaman.